Assalomu alaykum ustozlar hammaga. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun xudo xolasa sizlar bilan cheva hamda menelay teoremalari juda ko'pchilik ustozlari esida turish qiyin bo'lgan mavzular haqida gaplashamiz. Xudo xolasa dars oxirigacha ko'rishlaringizni tavsiya qilaman va konspekt qilib yozib olishlaringizni maslahat beraman. Qayerdan kelib chiqqan, nima bo'lgan va qaysi holatlarda cheva teoremasini, qaysi holatlarda menelay teoremasini ishlatamiz sizlar bilan. Shu bo'yicha gaplashamiz ustozlar. Agar tayyor bo'lsangizlar, men tayyorman. Darsimizni boshlaymiz. Birinchi o'chirtda demak men cheva teoremasidan boshlayman. Cheva teoremasida boshlashdan oldin demak men muhim bo'lgan bitta xossani sizlarga eslatib ketmoqchiman. Ya'ni bu xossada ham juda ko'pchilik o'qituvchilar xato qiladi, chalg'ib qoladi. Shuni bir eslab ketaylik. Ya'ni menda tasavvur qilinglar, uchburchak berilgan. Va bu uchburchakda ustozlar ixtiyoriy bitta uchidan tasavvur qilinglar. A, B, C uchburchak bo'ladigan bo'lsa, B uchidan B da ixtiyoriy kesma o'tkazilgan. Va kesmalar A yu B ga teng. Yuzalar, uchburchak yuzalari S1, bu yoq tarafdagi uchburchak yuzasi S2. Shu vaziyatda ko'pchilik o'xshashlik bilan adashtirib yuboradi ustozlar. Ya'ni S1 taqsim S2 ni A taqsim B ni kvadrat ko'rinishda yozib ketadi. Yo'q, aslida A taqsim B ko'rinishda. Nimaga? Chunki S1 menda B uchidan balandlik tushirgan paytimda menda AH taqsim 2 formula bilan topilsa, S2 o'tmas burchakli uchburchak bo'lgani uchun BH taqsim 2 formula bilan topiladi. Ya'ni nisbat olganimda kvadratlar nisbati emas, o'zini nisbatida bo'ladi. Mana shu joyi bizda eng muhim joyi hisoblanadi. Juda ko'pchilik xato qiladigan joyi ham mana shu joy hisoblanadi. Endi cheva teoremasi bu nima? Cheva teoremasi uchburchak ichida uchtasi bitta nuqtada kesishuvchi kesmalar berilgan paytda qo'llaniladigan teorema. Ya'ni u kesmalari chevianlar deb aytamiz. Hozir demak men sizlarga chizmani chizib ko'rsataman. Tasavvur qilinglar, mana bizda ABC uchburchak berilgan qanaqangidir. ABC qanaqangidir uchburchak berilgan. Bu uchburchagimda nomlab chiqaman. Mana A, B, C. Menda uchtasi bitta nuqtada kesishuvchi mana AD, BY va CF kesmalar o'tkazilgan bo'lsin. Uchalasi bitta nuqtada kesishadi. Ya'ni uchtasi bitta nuqtada uchburchak ichida kesishuvchi uchta kesma bular bizda matematika tilida chevian deb aytiladi. Chevian. Demak, AD, BY va CF. Xo'p, demak, uchtasi bitta nuqtada kesishuvchi kesmalar bizda chevianlar deb aytiladi matematika tilida. Nu endi bular qanaqangidir O nuqtada kesishsin, mayli, bizga farqi yo'q, ismini, familiyasini. Nima xossa bor? Uchburchakni xohlagan bitta uchidan tutasizlar. Cheva teoremasida xohlagan uchidan tutishlaringiz mumkin. Tasavvur qilinglar, A dan tutdim. Bir boshdan harakatni boshlayman. A dan Y ga. Y nuqtaga keldimmi? Y dan C ga. C nuqtaga keldimmi? Xuddi shu tartibda ketaman. C dan D ga. D ga keldimmi? D dan B ga. B ga keldimmi? B dan F ga. F ga keldimmi? F dan yana boshlagan nuqtamga qaytib kelaman. Mana shu nisbatlar ko'paytmasi ustozlar menda 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni yozib qo'ysak bo'ladi. AY ni 7C ga ko'paygan CD ni BD ga ko'paygan demak BF FA ga FA ga nisbatlarining ko'paytmasi menda bu 1 ga teng va bu ustozlar menda cheva teoremasi deb aytiladi. Cheva teoremani isboti qiyinmi? Yo'q ustozlar, juda ham qiyin emas, lekin ozgina tushunib olishlaringiz kerak bo'lgan joyi bor. Ya'ni qanaqa joyi biza qanday qilib isbotlasak bo'ladi. Nu kelinglar, uchburchak 6 ta menda uchburchak hosil bo'ldi. Har bittasining yuzasini belgilab chiqaylik. S1, S2, S3, S4, S5 va S6. Manda AY ni 7C ga nisbati nimaga teng?
Tepada yozib bergan xossam bo'yicha biza nimaga tengligini aytsak bo'ladi. A, O, S uchburchakda man tepada yozgan xossamni qo'llasak bo'ladimi? Bo'ladi. Nima bo'ladi javobi? Вот так. Xo'p, A, O, S. A, O, S uchburchakda AY ni 7 ga nisbati AY ni tepasida menda S1 turgan bo'lsa, 7 ni tepasida S2 turibdi. Mana shu nisbatga teng bo'ladi ustozlar menda. Va ikkinchi tarafdan katta ABC uchburchagimda qo'llaydigan bo'lsam, AY ni tepasida menda S1 qo'shilgan S5 qo'shilgan S6 ni nimaga nisbati? S2, S3, S4 ga nisbati. Endi menimcha nisbatlar mavzusini yaxshi o'qigan bo'lsangizlar, S1 taqsim S2 bu yoqda ham bor, bu yoqda ham bor. Mana shu S1 taqsim S2 ni yo'qotib turib, men buni ham teng deb yozsam bo'ladi. S5 qo'shilgan S6 taqsim S3 plus S4 qilib yozsam bo'ladi. Ya'ni S5 ga S6 ni qo'shganim nima? Menda AOB uchburchak yuzasi. AOB uchburchak yuzasi qaus ichida yozdim. S qilsam ko'rinmay qoladi deb. S3 qo'shilgan S4 bu menda BOC uchburchak yuzasi. Ya'ni AY ni 7 ga nisbati AY dan tepada qanaqa uchburchak bor? AOB uchburchak bor. 7 ni tepasida BOC uchburchak bor. Shulari yuzalar nisbati kabi bo'lar ekan. Okey. CD ni BD ga nisbatini ham xuddi shunday yozsak bo'ladi. CD ni BD ga nisbati CD ni tepasida mana bu ikkita yuza birlashadi. Ya'ni AOC uchburchak yuzasini BD ni tepasida mana bu ikkita yuza birlashadi. Ya'ni AOB uchburchak yuzasiga nisbati bo'ladi. Va menda oxirgi nisbat BF taqsim FA. BF taqsim FA. Nimaga teng bo'ladi ustozlar? Mana BF tepasida mana bu ikkita birlashadi. Ya'ni S3 qo'shilgan S4. BOC uchburchak va FA ni tepasida S1 plus S2 birlashgan bo'ladi. Ya'ni AOC uchburchak. Mana bu birinchi tenglik, bu ikkinchi tenglik, bu uchinchi tenglik. Uchalasini bir-biriga ko'paytirsam, AOB tepada, bu yoqda pastda. BOC pastda, bu yoqda tepada. AOC pastda, tepada. Ko'paytirsam, o'ng taraflarni ko'paytirsam 1 bo'ldi. Demak, chap tomonlarni ko'paytirganim menda 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu ustozlar menda Cheva teoremasi deb aytiladi. Bitta uchidan boshladim, ketma-ket yurib borsam, nisbatlari olib, ko'paytmasi menda 1 ga teng bo'lar ekan. Tushuntirib bera oldim. Cheva teoremasiga doir biza mana bu yoqda misol ko'rsak bo'ladi. Ya'ni ikkita misol qo'yganman. Birinchisi Cheva, ikkinchisi Menelay teoremasiga bog'liq. Tasavvur qilinglar ustozlar, menda uchburchak ichida 3 ta kesma kesishgan va kesmalar 2, 3, 4, 5 ABligi bor. Xohlagan bitta uchimdan tutib yurib kelsam bo'ladi. Deylik, mana pastdan boshladik. 4 ni 5 ga nisbati yozamiz. 4 ni 5 ga nisbati ko'paygan. A ni B ga nisbati, to'g'rimi? A ni B ga nisbati ko'paygan, 2 ni 3 ga nisbati teng 1. Ya'ni bu yoqdan A taqsim B ni o'zini qoldiradigan bo'lsam, nima chiqadi? Menda javob A taqsim B barobar 15 taqsim 8 degan javob kelib chiqadi. Bu demak bizada bir qatorda Cheva teoremasi bilan chiqar ekan. Agar shu Cheva teoremasini bilmaydigan bo'lsangizlar, bitta joyda aylanib o'tiraverasizlar. Agar biladigan bo'lsangizlar, ishlaringiz tezda hal bo'lib ketadi. Ikkinchi bizada xossamiz bu ustozlar Menelay teoremasi. Ya'ni biza Menelay teoremasini qayerda, qachon, qaysi maqsadlarda ishlatamiz? Shu haqida sizlar bilan gaplashamiz. Menelay teoremasi. Xo'p, Menelay teoremasi umumiy chizmasi, ideologiyasi qanaqa ustozlar? Ketdi. Mana uchburchak. Вот так mana. Bizda uchburchak berilgan va uchburchakni kesib o'tuvchi qanaqangidir kesuvchi berilgan. Uchburchagi nima qildi ustozlar? Tomonini davomini kesdi. Kesuvchi. Manda demak A
B C uchburchak berilgan. Mana bu D Y F bu menda ustozlar kesuvchi vazifasini bajargan. Bu yoqda Menelay teoremasini ikki xil versiyada ishlatsak bo'ladi. Qachon qaysi versiyani ishlatish ko'rsatib beraman. Birinchi versiya bu bizada ustozlar mana bu B nuqta uchun ishlatiladigan versiya. B nuqta uchun ishlatiladigan versiya. Ya'ni qanaqa qilib ishlatsak bo'ladi. B dan bir qadam orqaga, keyin faqat oldiga yuramiz. Ya'ni B dan bir qadam orqaga degani BD ni D ga keldimmi, D C ga nisbati. Faqat oldiga CF ni FA ga nisbati, CF ni FA ga nisbati, ko'paygan AY ni YB ga nisbati. AY ni YB ga nisbati teng 1. Mana bu menda Menelay teoremasini B nuqta uchun qo'llanilishi bo'ldi. Ya'ni B nuqtadan boshladim harakatimni va B nuqtaga qaytib keldim. B nuqta qachon ishlatiladi ustozlar tushuntiraman. B nuqta uchun qachon ishlatsam bo'ladi? Qachonki AY bo'lingan YB nisbat so'ralsa, mana shu vaziyatda ishlataman. Ya'ni mana shu so'ralgan paytida men ishlatsam bo'ladi B nuqta uchun Menelay teoremasini. Xo'p, tushundim. Endi Menelay teoremasini F nuqta uchun ham qo'llasak bo'ladi deb aytdim, to'g'rimi? Bu uchun biz qanday qilib qo'llaymiz? Mana F nuqtadan boshlayman. Bitta orqaga degani bunaqasiga emas, endi ustozlar soat yo'nalishiga qarama-qarshi. Bo'tdak mana FA ni demak, FA ni A dan endi faqat to'g'riga, AC ga nisbati ko'paygan C ga keldim. CB ni BD ga nisbati, CB ni BD ga nisbati ko'paygan DY ni YF ga nisbati. YF ga nisbati menda javob 1 chiqadi. Ya'ni qachon F nuqta uchun qo'llaymiz ustozlar? Qachonki bizada qaysi nisbat DY ni YF ga nisbati so'ralgan paytida. Mana shuni so'ragan paytida biz demak F nuqta uchun Menelay teoremasini qo'llasak bo'lar ekan. Tushuntirib bera oldimmi? Demak, Menelay teoremasining ham isboti juda ham qiyin emas. Bitta parallel chiziq o'tkazib, demak, isbotlasak bo'ladi. Ya'ni qanaqa? F nuqta uchun men agar Menelay teoremasini isbotlamoqchi bo'lsam, nima qilaman ustozlar? Mana bu ortiqcha chiziqlar hozircha bizga endi shart emas, tushunib olishimiz uchun chizdim. Mana bu chiziqlarni olib tashlasam bo'ladi. F nuqta uchun kelinglar, men isbotlab beraman. Ya'ni FA, AC mana shu nisbatlari isbotlab beraman. Unaqa paytda men nima qilishim kerak? F nuqtadan pastki asos BC ga parallel bo'lgan F ga kesma yasayman. Tak. F K. FK ni menda BC ga nisbati bormi? Bor. Bo'ldi. Demak, FK ni BC ga nisbatini men yozsam bo'ladi. Nima deysizlar ustozlar? FK ni BC ga nisbati o'xshashlikdan AF ni AC ga nisbati. Tushundik, bu bo'yicha xudo xolasa muammo yo'q, masala yo'q. Endi undan keyin ustozlar nimani biza BD ni FK ga nisbatini mana bu yoqdagi qum soatdan, ya'ni uchburchaklar o'xshashligidan topsak bo'ladi. Qum soat bo'lib qoldi, xuddiki bir. Shu yoqda ham uchburchaklar o'xshashligi bor, to'g'rimi? Ya'ni BD ni FK ga nisbati bizda nima bo'ladi? BD ni FK ga nisbati o'xshashlikdan demak biza aytsak bo'ladi, DY ni YF ga nisbati deb aytsak bo'ladi. Ikkalasini shunday bir-biriga ko'paytirib yuborsam, chap tomonda FK lar bittasi suratda, bittasi mahrajda bo'lganligi uchun qisqarib ketadi. Nima bo'lib qoldi? Menda ustozlar BD ni BC ga nisbati
barobar AF ni ATC ga nisbati ko'paygan DY ni YF ga nisbati bo'lib qoldi. Bo'ldi, men nima qilishim kerak? Buni bu yoq tarafga o'tkazishim kerak yoki ikkala tarafini BC taqsim BD ga ko'paytirib yuboraman. Shunda chap tomon menda 1 bo'lib qoladi. 1 barobar AF taqsim AC ko'paygan DY taqsim YF ko'paygan BC taqsim BD. Men boya yozib bergan xossami ustozlar chotki isboti bo'ldi. Ya'ni ikkita nuqta uchun B yoki F nuqta uchun, ya'ni bu nuqtalar o'rtadagi nuqtalar, ya'ni uchburchaklik chizmada o'rtadagi nuqtalar bo'lib qolgani uchun aynan mana shu vaziyatda ishlatsam bo'lar ekan. Menimcha tushunarli bo'ldi. Tushungan bo'lsangizlar bir qator kommentlarda plus qoldirsangizlar bo'ladi. Endi biz boyagi masalani ikkinchi versiyasi, ya'ni x taqsim y ni topishga harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni x taqsim y menda so'ralgan bu chizmani men qanday qilib Menelay teoremasiga olib kelsam bo'ladi ustozlar? Ko'rsatib beraman. Diqqat qilinglar. Mana bular endi menga kerak emas. 2 bilan 3. Mana 2 bilan 3 kerak emas ekan. Tushundik. Juda ham to'liq o'chish shart emas. Вот так bizada mana shu shart. Ya'ni nima so'ralgan? Mendan x taqsim y so'ralgan. Ya'ni x taqsim y so'ralgan paytida men nima qilishim kerak? Mana bu yerdagi nuqta uchun Menelay teoremasini qo'llashim kerak ekan. Xo'p, qanday qilib qo'llayman? Bitta orqaga, keyin faqat oldiga degan qoida. Ya'ni bitta orqaga degan mana orqaga qaytdik. 4 ni 9 ga nisbati yozaman. 4 taqsim 9 ko'paygan A taqsim B menda bor 15 taqsim 8 ligi 15 taqsim 8 ko'paygan x taqsim y teng 1. Bo'ldi, endi biz x taqsim y bemalol topsak bo'ladi. Ya'ni mana 9 bilan 15 3 ga qisqarsa 5 3, bu yoq tarafda 2. Ya'ni 6 taqsim 5 degan javob qolar ekan bizada bu Menelay teoremasiga ko'ra ustozlar. Menimcha tushunarli bo'ldi. Endi sizlar o'zlaringizga bitta xossa isbotlashlaringiz uchun ustozlar uchburchakda medianalari kesishadi va kesishgan nuqtada 2/1 nisbatda bo'linadi. Uchidan boshlab hisoblaganda. Mana shuni sizlar Menelay teoremasi orqali o'zlaringiz isbotlab ko'rsangizlar bo'ladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishingizdan chiqmasin ustozlar. Video darslik ko'rdingizlar ustozlar. Agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, men sizlarni o'zimni Ta'lim Pro onlayn kursimga taklif qilmoqchiman, xudo xolasa. Bu kursimiz xudo xolasa 10-iyundan boshlanadi. 10-iyundan boshlab 4 oy davomida sizlar bilan demak bazaviy qism, ya'ni asosiy mavzularni ko'rib chiqamiz va undan keyin 2 oy davomida mock testlar yechib, attestatsiya imtihoniga tayyorlanib, tezliklaringizni oshirib olsangizlar bo'ladi. Kursimiz 16 ta moduldan iborat bo'ladi. Ya'ni 16 ta moduli biza har hafta bittadan modulini yakunlab yopib boramiz va 4 oydan keyin siz уже to'liq bazaviy qismida tayyor bo'lgan bo'lasiz. Birinchi oy bizada algebra va matematik fundament asoslari oyi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi oy murakkab funksiyalar har xil va ustozlarimizni qiynaydigan mavzular, matnli masalalar mavzusini ko'rib chiqamiz. 3-oyda trigonometriya, xosla integral va kombinatorika ehtimollik mavzularini ko'rib chiqadigan bo'lsak, 4-oyda sizlar bilan ustozlar geometriya va stereometriya bo'limlarini ko'rib to'liq tugatib olsak bo'ladi va 4-oy tugagandan keyin 5-6-oy davomida sizlar bilan 20 mingdan ziyod savoli bor bo'lgan platformamizga to'liq dostуп beriladi. Sun'iy intellekt bilan biz integratsiya qilganmiz platformamizni, ya'ni sun'iy intellekt sizni zaif mavzularingizni aniqlaydi va unga doir demak ko'proq savol berib sizni attestatsiyaga tayyorlab boradi. Ya'ni siz attestatsiyadan yuqori ball olishingiz uchun O'zbekistonda birinchi marta ustozlar uchun platforma tayyorladik. Bu platforma demak sun'iy intellekt bilan integratsiya qilingan yetarlicha darajada ko'p misol masalasi bor, ya'ni qancha ko'p misol masala ko'radigan bo'lsangiz, shuncha tezligingiz oshadi va undan tashqari ustozlar siz ikkita maxsus gruppaga biriktirilasiz. Ya'ni birinchisi bu kichik gruppa
Bu yoqda demak mentor ustozlarimiz bo'ladi. Mentor ustozlar sizni chiqmagan savollaringizni o'rgatadi va sizni doimiy ravishda nazorat qilib boradi. Ikkinchi guruh bu umumiy guruh, ya'ni bu umumiy guruhda man o'zim bo'laman. Man o'zim demak jonli darslarni sizlar bilan ko'rib boraman va undan tashqari har xil yangiliklar, qo'shimcha ma'lumotlarni ham shu umumiy guruhda sizlarga berib boraman. Undan tashqari 250 dan ziyod professional tarzda yozilgan video darslarni ko'rib, o'rganib, xohlagan paytingizda kirib, demak, attestatsiyaga tayyorlanib borishingiz mumkin bo'ladi. Haftada 2 marta o'zim bilan jonli darslar bo'ladi. Jonli darslarda demak sizlarni nimalar qiynayapti, qanaqa bo'lyapti, demak nimalarda qiynalyapsizlar, shuni to'liq biza ko'rib, tahlil qilib boramiz. Kurs oxirida siz maxsus sertifikat bilan taqdirlanasiz va kurs oxirida siz offlayn bitiruv marosimimizga kelsangiz bo'ladi. Ya'ni offlayn bitiruv marosimimizda man o'zim bo'laman. Man o'zim bilan shaxsan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, savollaringizga javob olishlaringiz mumkin bo'ladi va demak, eng oxirida bizlari tadbirimiz eng oxirida o'yin kulgu qismi ham bo'ladi. Bitta mana shu kursni tugatasiz va siz oylik daromadingizni 70% gacha oshirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 70% lik ustamani qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Deylik o'rtacha hisobda 3 million oylik olayotgan o'qituvchini oyligi 70% ga oshgan paytda ham har oy qo'shimcha 2 million 100 ming so'm pul mukofotini olishlari mumkin bo'ladi va bu narsa ham men o'ylayman ancha yaxshi narsa. Va bilasizlar ustozlar, maktablarda, juda ko'pchilik maktablarda attestatsiyadagi toifangizga qarab sizga muomala qiladi. Ya'ni toifangizni oshirib turib, boshqa ustozlar oldida demak obro'yingizni ham oshirsangiz bo'ladi ustozlar. Ya'ni bitta mana shu kurs o'zi sizni qancha muammoyingiz bo'ladigan bo'lsa, hammasiga yechim bo'ladi. Agar kursimiz sizga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, man videoning tagida havola qoldirganman. Shu havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz, bizlar menejerlarimiz siz bilan bog'lanib, yana to'liq ma'lumotlarni beradilar. Hammaga rahmat ustozlar, charchamanglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishamiz. Sog' bo'linglar.